Assalomu alaykum bolalar, qandaysizlar? Hammasi chiki-chikimi? Xullas, bugun biz Minecraft o'yinini o'ynashga harakat qilamiz. Mazza qilib o'ynaymiz, korchi. Men bu uyimni qaranglar, 3 etajli. Balkoncha ham bor. Xullas, biz bugun hozir men sizlarga uyimni ko'rsataman bolalar. Mana bu yerda ana u bor. Ko'ryapsizlarmi? Hamma yoqqa sabzi ekilgan. Hamma yoqqa. Shunaqa gaplar bo'lar. Mana bu hozir sizlarga uyimni boshidan ko'rsataman. Mana bu yerda maza ovqat yesa bo'ladi. Bu yerga bu Husayniki, bu meniki, bu Azamatniki. Bu yerga nima bor? Bu yerga mamnaqi bor. Korotchi mana uyim 3 etajli edi, hozir 2-etajni ko'rsataman. Nima bu yerga? 3-etaj bo'sh. Bu yerda ovqatlar bor. Ovqatlar va sabzilar bor. Hammasini kreativdan oldingizmi deyishlar mumkin. Lekin yo'q. Buni hammasi vijvanida olingan. Bu yerni qishloqlarni kelib o'g'irlagan. Men hozir sizlar bilan Azamat gaplashadi. Marhamat. Hammaga salom bo'ladi. Hasan kanaliga xush kelibsizlar. Davay o'ynaying. Ahamiyat bermanglar. Bu Azamat buncha ruschani, o'zbekchani tushunmaydi. Faqat ruschani tushunadi. Mana bu yoqqa hayvonlar bor. Mana bunisi ko'k Azamatniki, ana unisi meniki. Mana bitta ursak tupuradi. Mana qaranglar. Tupuradi. Ko'ringlar.
Kechqurun tushib qoldi. Hozir biz uxlaymiz. Boshida ichkarini ham tushuntiray. Ana u yoqqa ugilda quyonlarimni boqaman. Va ikkinchisida mana bu cho'chqa. Bu yoqqa tovuq va boqaman. Qo'limdagi narsalar ko'ryapsizlarmi? Mana ko'ringlar. Ko'rdinglar? Bo'ldi. Va mana men turdim. Endi biz hozir nima qilamiz? Husayn gapiring. Assalomu alaykum bolalar. Hammasi yaxshimi? Bugun biz Minecraft o'ynaymiz desam, yo'q, biz o'ynamaymiz. Mana bu brat o'ynaydi. Biz faqat tomosha qilamiz. Bu video o'zi aniq YouTube'ga. Bu yerda ot bo'ladi, boqadi. Bo'yatganda bu tursanglar tupuradi, qochamiz. Nima qilyapsan? Qoch. Urmay. Urmadi. Otimni urdingmi sen? Azamatdan kechir. Shu azamatniki yoz ko'rsa, azamat yaxshi ham ketdi. Hozir ko'rsa, tez joyiga qo'yib qo'yish kerak. Otni. Azamat yaxshi ham ketgan. Hozir kelsa tamom. Hammaga salom do'stlar. Bu o'yindagi Muhammadjon. Assalomu alaykum do'stlar. To'g'ri Max. Asal. Men hozir tarvuz yeyman. Hurmatli Azamat keldi. Hurmatli Azamat, sizga hozir bitta narsa aytsam xafa bo'lmaysizmi? Nima? Otingizni skelet o'ldirdi. Nima? Qani? Ha, yo'q, hazillashmayapman. Mana xohlasangiz ko'rsataman. Bitta urdi, skelet urdi keyin. Mana skelet bitta urdi. Yo'q, to'g'rirog'i men bitta urdim otingizni. Keyin u adashib skeletga otdi. Top. Qayerdan Men topay? bilmayman. Top endi. Skelet topdim. Top dedim. Abi baqirmang. Va bu meni uyimda. Bu meni uyim. Mana bu Husayn akaning uyi. Buga qarang. Men qurishim kerak. Ha, tegma. Uyingiz juda ham chiroyli ekan. Juda ham chiroyli. Hammasi joyida. Bu hozir ustlardan kulmadim. Rostini aytdim-da. Ko'rdinglarmi? Shu qanaqa chiroyli. Anu yerlar men bomba olib kelganman. Mana. Olib kelganman. Uyimga. Men senga nima dedim? Tobe. Urushmang ya, topamiz. Onlayn Azamat bor, onlayn kir. Top dedim, men bilmayman. Onlayn kirsang o'zing topib olasan. Nima? Mana bu yerga biron narsa ekish kerak. Dala bor. Ekamizmi bolalar? Dala bor. Mana buni ek bo'lmaksiga. Hozir yesak, bu bizni uradi bu kartoshka. Mana urdi. Ko'rdinglarmi? Jonimga qarang. Sap-sar. Zangorchi. Yashil bo'ldi yo. Bu video ham 9 minut qoldi. Endi hamma bilan xayrlashamiz. Qanaqa xayrlashamiz jinni? Chigisi Husayn.
Hammaga taka bo'ldi. Charchamanglar. Men ham xayrlashay. Mana Husayn aka sizlar bilan xayrlashishga kelib qoldi. Mayli bolalar, xalq Mayli charchamanglar. Paka bolalar. Topdingmi?